Assalomu alaykum. Qaricha oldida turib, yoshlikni eslayapman-da. Bolachalar maza qilib to'p o'ynayapti, hozir futbol o'ynashyapti. Qaricha bizni paytimizda bitta to'p bo'lardi. Ularga qaranglar nechta, bitta. Hatto o'yinda bittasi, bitta ikkita, ana ham yana ikkita to'p bor. Qaricha любой payt o'ynasalar ham bo'lar ekan. Yoshlarga maza bo'lib qoldi-da. Oldin bitta to'p bo'lardi, o'shani gapirib o'tardi-da. Yigit ketsa yalinardik, keyin kirib ketganlar. Ularda qarachi vo'la. Ular hammasi futbolist ekanda, o Varatar вообще Buffon ekan.